Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz chorvachilar. Hammalaringga kirib kelgan 2026-yil bilan tabriklayman. Mana bugun bizning hunarjonimiz bor. Dehqonniki chista. Mana. Dehqon doim 10-15 ta qilmaydi. Bitta mol yo'q, bitta mol. Dehqon o'sha bilan dehqonda 20 ta 50 ta mol qilmaydi dehqon. Hech qachon. Bitta, ikkita qiladi. Dehqonda shuning uchun dehqonni moli yeyishi gap yo'q. O'zi ko'rinib turibdi-ham, yuvoshligi gap yo'q. Mana orqalarini ham ko'rsataman. Eti ham bor. Yeyishi gap yo'q. Mana. Juda ham chiroyli mol, quvani moli. Quvani pachi sensori desa ham bo'laveradi. Mana juda ham chiroyli mol. Dehqonchilikka olaverasizlar sinab. Bo'yi 30 chiqyapti, 25 sinab olsin. Ana, 25 sinab olsin. Zo'r mol, juda ham. Buni ko'rganda u biladi. Boqqani olgan ham biladi. Yelimlari ham endi ko'rinarmikan qorong'ida. Qora yel. Ko'rmas ekan. Mana. Qora yelim ekan, juda ham chiroyli mol. Shoxlari ham chiroyli, yeyishi gap mana. Tugatib olgan. Uzoqdan ko'rgan ham biladi buni qanaqa uzunligini, uzun juda ham. Bunday qilganda rishotka bilan tengda, mana rishotka bilan. Qulog'idagi zirg'alari bor, sirg'alar. Mana. Ko'rinmayapti. Mana. Juda ham chiroyli mol. Tishi kuraga ikkita yo bitta bo'lishi kerak. Ochib ko'rsatalar ekanman. Ko'rsatilmas ekanman. Lekin ikkita deyishyapti. Ikkita bo'lsa ikkita. Bir chiroyli, uzun va keng orqasi. Va orqasi juda keng. Kattaligi. Bugun agar buni qochirib sigir qilib oladigan bo'lsangiz, bozorda 35-40 ta mol bo'ladi bu katta mol. Mana bunday ko'rilganda, agar o'tirib olsam, bu 50 desam ham bo'laveradi bo'yin. Lekin men tikka turib o'zim syomka qilyapman. Agar yoqqan bo'lsa bitta like, bitta podpiska bo'lib qo'yinglar. Kommentariyaga fikrlar yozib qo'yinglar. Buni narxi 23 million quvvatidagilarga.